Bilib qo'yinglar, ayol kishini oltin kumushga ko'mib qo'ysangiz ham, har kuni qazi-qarti yetkazsangiz ham ayolga qo'pol gapirsangiz sizni yomon ko'radi. Keyin yana bitta joyi bor. Yaxshi yigitlar bilib olinglar. Men buni hayotda tajribada ko'rdim. Ota-ona mana yoshligida xotinni so'kursangiz, urishursangiz, bola zirayda qarab turadi. Urishursangiz, onasini so'kursangiz, katta bo'lgandan keyin otani yomon ko'rar ekan shu bola. Meni onamni qiynagansan sen. Bemehr bo'lar ekan. Ertaga siz hadib so'kib oldinga aytdim-ku, ayol kishi jahli chiqsa bola emizayotganda sutida zahar paydo bo'lar ekan. Shu bilan u nogiron yo zaif bola bo'lib qoladi-da. Zahar bo'lgandek. Kim sababsiz? Yaxshi gapiringlar, axir. Men bir